I have been to Paris in 2022. Gapimiz noto'g'ri. Bu gap grammatik jihatdan noto'g'ri. Present perfect va past simple o'rtasidagi eng katta farq vaqtning aniq yoki noaniq aytilishidadir. Agar kecha, o'tgan yili, 2022-yili, last year kabi so'zlarni ishlatadigan bo'lsak, bu gaplarda doimo past simple ishlatiladi. Misol uchun, I went to Paris in 2022. Bu gapimizda vaqt aniq ko'rsatilgan. Lekin present perfectda I went to Paris deyilishining o'zi yetadi. Bu yerda qachon borganimiz emas, balki borganimizning o'zi muhim bo'ladi. Esda tutishingiz kerak bo'ladigan narsa shuki, present perfect bu tajriba, ya'ni experience. Present perfect zamonda siz qachon borganingiz muhim bo'lmaydi, balki borganmisiz yoki yo'qmi? Eng asosiy narsa shu. Past simple esa sizning borgan vaqtingiz muhim bo'ladi. Ya'ni qachon degan savolga javob beriladi. Masalan, I finished my work yesterday. Bu yerda men ishimni kecha tamomlagan edim. Bu yerda bizga asosiy urg'u beriladigan narsa qachon ekanligi, qachon tugatilganligi. I have finished my work deganimizda esa biz tugatganmizmi yoki yo'qmi, o'sha narsa muhim bo'ladi. Ya'ni bu yerda vaqt emas, balki tugallanganlik muhim. Mana shu farqni tushunsangiz, bu mavzuda deyarli adashmaysiz. Kommentariyada have you ever been to another country deb yozib qoldiring. Men esa javoblaringizni tekshiraman.